Ziyofest to'g'risida xabar. Festivalga kelmagan talabalar nimadan qo'rqib qoldi o'ylaysiz? Men bilan rasmga tushishdan. Ziyofest bu zo'r. Kutgan bloger yo'q. Vallah Ziyo forum. Assalomu alaykum Avlod media kuzatuvchilari. Bugun Ziyo forumda o'ziga yakun, ya'ni bizda qishki Ziyo festivali o'tmoqda va biz hozir terrasadamiz va bu joyda yosh kimyogarlar desa bo'ladimi, qanaqa tajriba o'tkazyapti. Hozir ko'ramiz. Manyaklar, ubitsalar bo'ladi-ku. Qanaqa qilishadi? Ular mana shu kimyoviy reaksiyani ishlatishadi. Siz qo'lingizni qattiq tushiring pastga, pastga. Oyog'ingizga emas. Oyog'ingizga emas. Va menga emas. Mikrofon bazoq qiling. Kiymadimi? Og'rimadimi? Yo'q, давайте yana bitta qilib ko'ramiz. Menga yoqdi isroilga. Ko'pi ko'proq olasiz, ko'pini ko'proq olasiz. Balandroqni yeb qo'yasiz ko'pidan. Bo'ldi, mana sirka ketaman. Vau, zo'r ekan. O'rtoqlar, bizani kuzatib boringlar. Bu boshlanishi. Birinchidan, e'tibor bergan bo'lsanglar, boshda hech narsa yo'q, lekin qanaqadir predmet bilan Bizda bugun yana qanaqa bomba laboratoriya ishlari bu yerda yonadi. Bizda vulqon reaksiyasi bor. Biz vulqon reaksiyasini ko'rsatmoqchimiz. Bizda indikatorlar orqali ishqoriy muhitni yoki kislotali muhitni bilib olishimiz mumkin. Biz shu reaksiyalarni bugun ko'rsatmoqchi edik. Menga Ziyofest juda ham yoqadi. Ziyo forum o'zi yoqadi, chunki bu yerda menejerlar zo'r, hammaligi juda ham, как сказать, komanda bo'lib ishlasha oladi va komanda bo'lib ishlash yaxshi bo'lgani uchun men bu yerda kelib nimadir qilgim keladi har doim. Bu so'zlaringiz hozir Ziyo forumi yoqishdan oldingi paxtami? Ha. Unda o'rtoqlar, pajaniz skori Ziyo forumga yaqinroq joyda turinglar. Yo'qolishlari mumkin. Ketdik biz endi ikkinchi etajga tushamiz. Yo'q, pastga tushamiz. Birinchi etaj. Men hozir ikkinchi etajdaman. Bu joyda blogerlar bor. Ketdik. Xullas, biz hozir mana Sirojdan kan tutonlik. Aka festival qanaqa Ziyodek organizator bular. Avvalambor assalomu alaykum barchaga. Festival juda ham ko'tarinki ruhda o'tyapti. Hozir bizda tashrif buyurgan birinchi plenar sessiyaga mehmonlarimiz bor. Bular ya'ni blogerlar. Aynan yoshlarning taklifidan kelib chiqqan holda ularni taklif qilganmiz. O'ylaymanki juda ham manfaatli, foydali va qiziqarli kontent bo'ladi. Barchaga omad. Leksiya xonamiz bu yerda hozir blogerlar kelgan. Javob Rasulovni ko'rdim men hozir. Yana ko'ramiz jarayonlar davomida. Ketdik. Mejiga karantin sabab kiritilganman mejiga. Endi bloger bo'lgandan keyin boshlagandan keyin mashhurlikka erishib Birinchi olgan videosi YouTube'ga qo'yish shart emas. Chunki qo'yasiz, o'zingizga yoqmasa, boshqalarga yoqmasa, sizga motivatsiya bo'lib qolishi mumkin. Avvalambor bunaqa tashabbus bilan chiqqan Ziyo forumga rahmat kattakon. Bu birinchisi bizda. Juda xursand bo'ldi. Yoshlar ham, ziyoli yoshlar yig'ilgan ekan, savollar ham zo'r bo'ldi. Juda ham xursand bo'ldik, energiya almashdik, ko'zlardagi olovlarni ko'rdik. Juda ham yoqdi bizga. Siz kutgandaqa energiya ola oldingizmi bugungi festivaldan? Ha, hatto daja kam bo'lib qoldi. Biz aytdik, yana bir pas gaplashaylik dedik biz. Odatda o'zi teskarisi bo'lardi. Zo'r bo'ldi, chotki bo'ldi. O'zi aytadigan ancha-muncha fikrlar bor edi, o'shalarni qo'ldan kelgancha aytdim. Shunaqa narsalar kerak deb o'ylayman. Siz kutgan natija, siz kutgan energiya bormi bugungi festivalda? Bor. Dars bo'lishini xohlayman bunaqa narsalarni. Televizorda ko'tarilib qolgan insonlar bor. Ahror aka, nimaga siqilyapsiz? Nimaga? Yo'q, siqilish yo'q. Hozir bizning zimmamizga o'tda katta narsalar tushgan. Ya'ni zo'r ideya degan serial bilasizlar, ko'rgan bo'lsanglar. O'shani hozir oxirgi mana aktyorlarimiz oxirgi joyi qolgan. O'shanga hozir xohlasa ovasak juda ham zo'r bo'lardi. Lekin atmosfera просто bomba. Mamta shvedskiy stol bor, tashkentskiy. O'shanga salom operator мощный, самый лучший. Bizni kuzatishda davom etinglar. Ziyo forumi Instagramida zo'r ideya seriali bo'lyapti. Bular bizning rejissyorimiz. Bizda eng kulminatsion joyi Ziyo Festni bir so'z bilan ta'riflab beringlar. Ayni vaqtda. Kayfiyat, quvnoqlik, hammasi bor. hamma narsa bor.
Kelsanglar bo'ldi. Yoqimli ishtaha. Kuzatishda davom etinglar, like bosinglar. Ziyo forumdagi hamma konferensiyalarga kelishga harakat qilinglar, chunki bunaqa atmosfera bizda har doim bo'lgan. Har doim bo'ladi yana. Mana bu qiz mana nonimni yarimta qiladi. Har doim shunaqa. Mana siz yarimta qilganingizdan keyin men ham yarimta qilgim keldi-da. ana buni mikrofoni ham bor ekan. Ana bitta chiroylikgina mikrofon Qizil. Farog'at qalay bo'ladi? Qani reportaj qanaqa bo'lasiz? Yaxshi. Hozircha bitta stand-up oldim. Уже ssenariy tuzib qo'yganman. Men boshidan emas, o'rtasidan boshladim. Ichkarida o'rtasiga stand-up oldim. Endi koridorda yana bitta stand-up olsam, keyin intervyu olsam bo'ldi, xudo xohlasa. 1 minutlik reportaj uchun уже tayyor. Bizlar montajyorlarimiz mana shu videoni montaj qilib beradigan odamlar. Короче, tayyorlab turinglar. Gapiring. Men nima Qanaqa deyman? bo'lyapti? Ko'p material olib kelmanglar, biz qiynalamiz keyin. Blogerlardan intervyu olishda davom etamiz. Ziyo forumga tashrif buyurganlar bular endi ozgina tinchroq joyda, chunki hozir leksiya o'tkazdilar. Ketdik. Fikrlaringiz Ziyo fest haqida? Zo'r, maza qildim, suhbat qurib, ayniqsa bolajonlar bilan. Zo'r bo'ldi. Yigit qizi savollari ko'p edi. Eng kam bo'lgani sal ozgina anaqa bo'ldi, chunki endi ochilyotgandik ular bilan suhbat qurib, lekin maroqli bo'ldi, ozgina sozgina bo'ldi. Oldin ham kelganmisiz Ziyo forumga bunaqa leksiyalarga? Yo'q, birinchisi yoqimli bo'ldi, rahmat. Birinchisidan siz kutgan energiyani ola oldingizmi? Ha, energiya bo'ldi, zo'r, maza qildik. Festivalga kelmagan talabalar nimadan qo'rqib qoldi deysiz? Men bilan rasmga tushishdan. Bo'ldi, endi bular bilan rasmga tushish vaqtiga biz muyassar bo'lik. Fotosessiya bizda. Bir so'z bilan Ziyo Fest. Kelajak uchun juda ham kerak. Qanaqa bo'ldi? Siz qanchalik energiya oldingiz Tadbirda yig'ilgan auditoriya menga juda ham ko'proq yoqdi. Sababiki bu yoqdagi auditoriya bir xil tadbirlarga boramiz. Doim savol bo'lgan payti bitta yarimta chiqib qoladi. Savol bo'lmasa odamda yoki hech narsani tushunmagan bo'ladi yoki hamma narsani tushunib yetgan bo'ladi. Bu tadbirda bo'lsa hammada savol, hammada yengillik qilmoqchi, qadam bosmoqchi, shunga maslahatlar so'rashdi. O'zimizdan kelib chiqib ojizona fikrlarimizni bildirishga harakat qildik. Tajribalarimiz bilan ulashdik va mana shunaqa chanqoq harakatchanligi bor bo'lgan yoshlar ko'payishi tarafdorimiz. Oldin ham Ziyo forumga kelib shunaqa leksiyalarda qatnashganmisiz? Yo'q, birinchisi. Endi kelib turish niyatingiz bormi? Albatta chaqirsanglar, faqat va faqat xursand bo'lamiz. Yozib oldik shekilli. Keyingi soni bo'ladigan bo'lsa, o'rtoqlar bahorda albatta bu blogerni kutsangiz bo'ladi. Bularning muxlislari albatta kelsanglar bo'ladi. Endi bizda fotosessiya, bizni rasmga olinglar. Mana Yosh blogerlardan Toshkentdagi hamma lokatsiyani biladi bular. Sahifalar orqali hamma joylarni bilsanglar bo'ladi. Festival haqida fikringiz qanday? Festival haqida fikrim ijobiy. Blogerlarga misol uchun direktda yozsa yoki umuman ko'rishib olsa bo'ladimi, muxlislar bilan ko'rishasiz bo'lsa, hozir fan встречаlar kamayib qolgan. O'shanga bu 4-5 ta shu sifatli kontent qiladiganlarni yig'ib, shular bilan ko'rishga yaxshi bahona bo'ldi-da. Ya'ni muxlislari ham kela oladi bemalol, bepul, pullik emas. Shu uchun mendan ko'ra ko'proq mana shu blogerlar bilan suhbat qurishni xohlagan odamlar uchun zo'r bo'ldi deb ayta olaman bu narsani. Bizda serial menimcha bo'ldi. Quror aka, nasibingiz zo'r. Panim production, assalomu alaykum xonlar hurmatli. Yo'q, tugamadi. Tugayapti. Endi hozir olib bo'ldik. Ikkita personaj tutib olsam hozir, xudo xohlasa bugun tugatamiz. Eng glavnisini mana tutib olganman. Shu yerda. Mana, как раз keldi-da, mana turdi qarab. Qanday bo'lyapti? Serial olish jarayonlari, Ziyo forumdagi ishlar. Zo'r, juda ham o'zimni introvert deb o'ylardim. Ziyo forumga kelgandan keyin ekstravert jihatlarimni ochdim. Serialda вообще-то aktrisa bo'lib rol o'ynayapman. Hech kim ishonmayapti, даже o'zim ham ishonmayapman. Shunaqa yangi qirralarim ochilyapti Ziyo forumda. One love Ziyo forum. Guruhda bitta o'zim o'qiganman. Xuddi shunaqa auditoriyada 100 kishi o'tiradi, 100 kishining ichida bitta qiz bola o'tirib o'tirardim. Ziyo fest davom etadi. Ayni damda biz yana katta zaldamiz va bu yerda yaqindagina bo'lib o'tgan kibersport bo'yicha musobaqa, ya'ni Ziyo Cup g'oliblarini taqdirlash marosimi bo'lib o'tmoqda. Viloyatdan bizda talabalar kelgan, shu taqdirlash marosimida qatnashish uchun qatnashgan barcha universitet talabalariga Ziyo forum, Ziyo Cup. Ikki yo'nalishi bo'yicha kibersport chempionati yakuniga yetdi. Bizning Samarqand xalqaro texnologiya
universiteti Irbis, SAIT Irbis jamoasi 68 ta oliy ta'lim muassasalari orasida munosib tarzda kuchli uchlikka kirib, faxrli 3-o'rinni qo'lga kiritdi. Kayfiyat a'lo darajada. Yana kelgusi Zio Cup chempionatiga xulosa tayyorgarlik ko'ramiz. Katta zaldagi taqdirlash o'z nihoyasiga yetdi va endi keyingi ma'ruzaga tayyorgarlik ko'rmoqda va ayni damda biz ikkinchi etajga chiqamiz. Bu vaqtda ikkinchi etajda qanday ma'ruzalar bo'layotganligini bizni kuzatish orqali bilib olishingiz mumkin. Kimdir kelib sizlar raqobat qilsa, u boshqacha bo'lganda, biz aslida bo'lmaganligini hisobida hozir shu ko'rasizlar, tahlil qilasizlar va bu muammolarni global bozorda bormi, yo'qmi tahlil qilib to'g'risi aytaman, bunaqa chiqishlarda biz ko'proq chiqqanmiz, lekin muxlislar ko'pchiligi bizni tanimaganligi uchun o'rtacha bo'ldi. Lekin bizda yangi sahna sinab qurilgan. Baribir atmosfera ikkalasi farq qiladi. Oldin ham Zio Forumga kelganmisiz? Qarang, bizga Zio Forum oldin Beruniyda joylashganda. Beruniyda biz mana shu yangi sahna sinabda chiqadigan juda ko'p komiklar birinchi o'sha yerda chiqqan. Mirshakar Fayziyev, Ozod Shukurlar, Islom Karimov, Indiro barchasi va mana shu komiklar yetishda Zio Forum juda katta yordam bor. Har kuni shanba kuni o'zim telefon qilardim, shanba kuni vaqtlaringiz bormi deb joy ajratib berardim. Bundan katta ham juda ham xursandman, rahmat aytib qo'ymoqchiman. Bir qatorlik. Biz bilan maqomida. Shu bilan 4-dekabr Zio Forum fondidagi Zio Fest festivali o'z nihoyasiga yetdi. Bizni kuzatishda davom etinglar, chunki talabalarga oid asosan yoshlar auditoriyasini bir joyga jamlagan Zio Forum bundan ham ko'proq yangiliklarni sizga ulashishda davom etadi.